Hozirgi zamon tibbiyotida oq dog'larni davolashda mezoterapiya usuli keng qo'llaniladi. Mezoterapiya o'zi nima va u qanday muolaja? Bu videoda shu haqida ma'lumot beramiz. Mezoterapiya bu qonning shakli elementlarini trombotitlar massasiga maxsus biogen elementlar aralashtirib, to'qima teri orasiga yuborish usuli hisoblanadi. Oq dog'larni davolashda bu usulda terini pigment jarayonlarini tiklash uchun va melanosit hujayralarini qayta uyg'otish uchun qo'llaniladi. Mezoterapiya usuli o'tkazilgandan so'ng dastlabki natijalari 20-30 kun va maksimal 60 kun orasida ko'rishingiz mumkin. Bunday o'zgarish oq dog'larda, oq dog' zonasida yangi mayda giperpigment dog'lar hosil bo'lishida yoki aynan shunday giperpigment dog'lar oq dog' chegarasidan ichkariga qarab toraygan fonida bo'lishi mumkin. Mezoterapiya muolajasini har bir shifokor o'zini davolash taktikasiga ko'ra amalga oshiriladi. Kimdir haftada 3 marta, ba'zilar 10 kun, ba'zilar oyda 1 marta bu muolajadan foydalaniladi. Agar sizga mezoterapiya usuli qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki direktdan raqamingizni qoldiring. Biz sizga bog'lanamiz.